1 kilogramm narxi 1000-2000 dollar turadigan kofelar bor ekan Abdumal aka. Bor shunaqa kofelar. Abduqodir qarang. Dunyoda eng qimmat kofe turlari hammasi hayvon yordamidan olinadi. O'tgan yili juda ham gap so'z bo'lib ketdi. Kofe lyubak, ya'ni musang hayvoniga kofe mevalar yedirilib, shuni ketidan uni oshqozondan chiqqandan keyin shu kofe qo'rilib sotiladi. Undan tashqari boshqa juda ham ko'p hayvonlarga shu protsessda kofe yediriladi. Ya'ni bitta eng taniqlisi filga. Filga olma yokida bananlar bilan aralashtirib 33 kilogacha kofe mevalari yediriladi va filni oshqozonida 15-30 soat ichida bu narsa marinovka bo'ladi. Marinovka jarayoni bo'ladi. Undan chiqqandan keyin bu kofelar qo'rilib, ukovka qilib sotiladi. Nimaga bu narsa juda ham qadrli desiz, hayvonlar eng sara donalarni yeydi. Ya'ni sortirovka jarayoni tez bo'ladi deyishadi, kofe mazasi juda ham oshiradi deyishadi. Lekin shaxsiy fikrim, bu men uchun juda ham неприятный. Dezinfeksiya qilinsa ham, qo'rilsa ham, infeksiyasi o'ldirilsa ham, bu men uchun juda ham неприятный. Sizlar shunaqa hayvonlardan olingan kofeni ichgan bo'lardim deylar. Kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Uylarga, xonadoninglarga, ofisinglarga texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, texnika do'konini xarid qilishingiz mumkin. Hammalarni texnika ofisida kutib qolamiz.